Birinchi etajdan uy qidirib yuruvmidingiz? Mana sizga 1, 2, 3, 3 ta derazasi tashqariga qaragan birinchi etajdagi uyimizni xohlasangiz uyimizni noturar joy sifatida foydalanishingiz mumkin yoki kirib yashasangiz ham bo'ladi. Biz hozir Yashnobod tumaniga kelganmiz. Siz birgalaringizga Olmos mahallaga kelganmiz. Hurmatli obunachilar, yana bitta yaxshi tomoni aytaman. Uyimiz masjidga yaqin joylashgan ekan. Metroga ham 1-4 kilometr oralig'ida, maktab bog'chasi oldida bo'lgan birinchi etajdan 3 xona, почти 4 ta derazasi tashqariga qaragan uyimizga chiqdi. Narxi bizning kanalda har doimgidek arzon uyimizning egasiga pul srochni kerakligi uchun uyimizdan xolasinglar kreditni davom ettirganini, xolasinglar ipotekaga, xolasinglar naqdga sotib olishlaringiz mumkin. Xolisdagi shu uyimizni obzor qilib beramiz. Bismillah, biz obzorni boshladik. Hurmatli obunachilar, kirib-yurish Fayzli xonadon, prixoshka qismimizda uyimiz 16 etajli domni, birinchi etajda joylashgan, 70 kvadratga yaqin. Bu yerda sanzurlar joylashgan, dapatarka kafelar qilingan, bu yerda hojatxona, bu tomonda esa vanna qismimizda joylashgan. Uyimizda ijarachi turadi. Hozirgi kunda $400 ga yaqin. Bu yerda ayollarning sevimli xonasi, kuxnyamizni ko'rishlaringiz mumkin. Islik tizimi suvdan muammo bo'lmaydi, chunki uyimizda duxonturli kotyol bor. Bu tomonda uzun yo'lakcha, 3 ta xonamiz joylashgan. Birinchidan obzor qilib beraman. Bu yerda bolalar xonasi, yana bitta derazasi tashqariga qaragan, bittasi kuxnyadan tashqariga qaragan. Bu tomonda родительский spalnyamiz bor. Bundan ham yana bitta deraza tashqariga qaragan. Uyimizdan noturar sifatida foydalansanglar ham yaxshi bo'ladi. Bu tomonda katta zalimiz, ya'ni 5 ga 3 zalimizda joylashgan. Bundan ham bitta derazasi yon tomoniga qaragan. Uyimizdan narxiga keladigan bo'lsak, narxi bizning kanalda $43.500 boshlang'ich to'lov qilib, bankda $21.500 kreditini oylik to'lov 3.600.000 dan davom ettirib ketsanglar bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz, telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Lakasa Telegram kanalida.